Demek bizde navbatdagi geometrik masalamiz ekan. Xo'p, berganlarimiz nom hammasi mana doskaga yozib qo'yganmiz va biz mana bu uchburchakda trapetsiyaning yuziga nisbatini topishimiz kerak bo'lib qolyapti. Buning uchun nima qilaman? Xo'p, mana biz tomonini davom ettirganimizdan keyin va manadan perpendikulyar qilib shuni kesib olgandan keyin mana bu uchburchagimiz bu uchburchakka nima bo'lib qolar ekan? O'xshash bo'lib qolar ekan. Va mos tomonlari 2 3 bo'lsa, balandliklar nisbati ham 2 3 ga teng bo'lib qoladi. Va buni 2h1 desam, mana bunisi nima bo'lib qolar ekan? 3h1 bo'lib qoladi. Endi men maqsadga erishishimiz uchun BSY uchburchak yuzini topaman. SBSYimiz teng bo'ladi bizga 6 ko'paygan 2h1 taqsimda 2 ga, ya'ni 6h1 bo'ladi. SAYDimiz demak 12 ni ko'paytiramiz, 3h1 ga bo'lamiz, 2 ga teng bu 18h1 bo'lib qoladi. Trapetsiyaning yuzini ham birdan topib olamiz. Demak ABCDimiz teng bo'lib qolar ekan. O'rta chizig'imiz 6 plus 12 taqsim 2 ko'paygan. Endi bu balandligimiz 5h1 ko'rib turganimizdek teng bo'ladi bu 45h1 va biz BYA uchburchak yuzini topishimiz uchun trapetsiya yuzidan bu ikkalasini nima qilishimiz kerak ekan? Ayirishimiz kerak ekan. SBYAmiz teng bo'ladi. Trapetsiyaning yuzimiz 45h1 bo'ldi. Ayiramiz 6h1 plusdan 18h1 va bu bizga 21h1 kelib qoladi. Va so'ragan narsasini topadigan bo'lsak, SBYA taqsimda SABCDimiz 21h1 taqsimda 45h1 h1larni qisqartirib olamiz, 3 ga ham qisqartiramiz, 7 taqsim 9 ekanligi kelib chiqar ekan.